Uyingni tuzaymisan? Hayotdagi ikkita orzuyni aytib ber bo'ldi. Shu umring oxiriga qadar shu birovlar yutgan 15 ta kubigini maqtanib yuraverasanmi? Bir mehnat qilasanmi uka? Bir tushuntirasanmi trenering bilan deb o'tirib, bitta non qovurma qilasanmi, mont yeysanmi, chuchvarami, soqchoymi o'tirib, aka, mo bet charim bo'lib ketdi. Biz kim bo'lsa yutyapti, maktab bolalari ham, bog'cha bolalari ham qizyapti mendan. Raddomda yangi tug'ilgan bolalar ham Real bilan o'ynamay yutib qo'yaman deyapti, opalakotimga deydi deysanmi? Sen uyatasanmi uka, ayniga qarab turib, ha deysanmi, olayotgan oilalaringni oxlaysanmi sen? Nasiyaga o'ynamayapsan uka, men bunda yugur, mehnat qil. Treneringga ayt, 36 ta trener almashdi. Patnus ham ko'tara olmayapmiz de. Boy bola bizni izdivasta qilib yuboryapti de. Gapir bo'lmasa uka, bir dollar purushi bo'lish, dollar almashtirish chiqib. Yoki akalarim bor, bir kartochka sotishni o'rgatadi. Bo'lsa baliq tutish borib uka. Nima qilsa bo'ladi senlarga, jon uka? Belingem bilan o'tir. Yaqin bo'ladigan bo'lsang, shuni Mbappe bilan gaplash. Bo'ldimi yo senga to'xtatamizmi deyishimda? Yon. Yo uka o'zing aytmin de. Senlar uyatishmasang biz uyatyapmiz uka, ko'chada yura olmayapmiz. Devor chekasi bilan ishxonaga bor, devor chekasi bilan qaytib kelasiz. Kim o'z ustimizdan kulyapti uka? Bitta kreditim bor, kreditni to'laymi uka? Senlar gapingni ko'taraymi? Qo'y sen shuni qilib yuborishmi uka? Hamma yo'q bedana qilib yuborishding uka. Kichkina bolalar ham uni qaskamandan muxlissan deyaveryapti. Sen muxlisni qadriga yetishgin, o'zingni qadringga yetmasang ham. Bo'y kamanda o'pala ko'timga yutyapti senlarda.